ошол адамдар өздөрүн кандай билсе болот мындай ошол бир жиндер ашык болуп калгандыгын. Кээде бизге дагы эми суроо берип калышат да, мен үйлөнө албай атам. Же кыз айнып кетет, же мен айнып кетем деп ушинтип. Кээде аялдар да мен турмушка чыга албай атам, барсам эле жигит айнып кетет, мындай болуп кетет, немесе мен келбетим, келишкен эле эмемин депчи. Анан ошо сизден жооп алайлы. Ошол жиндердин адамдарга ашык болуп калыштыгына мисалы үйлөнүүсүнө тоскоолдук кылабы, кылбайбы, ошол жөнүндө дагы айтып берсеңиз, аламаттары. Bismillahirrahmanirrahim. Ашык жинди аломатлары haqiqatda bir qizni turmushga chiqishligidan yoki bir bolani uylanishligidan to'sishi mumkin. Haqiqatda. Endi bu jinlarda hech qanday qudrat yo'q. Jinlarda hech qanday quvvat yo'q. Jinlar taqdirni o'zgartira olmaydi. Taqdirlar yozilgan, sahifalar yopilgan, qalamlar ko'tarilgan. Lekin mana shu sabablik kechishi mumkin, kechikishi. Nikohi ham yoki turmushi ham kechikadi. Bu nikohni kechishligiga, kechikib shunaqa qizlarni yoki bolalarning vaqt o'tishligiga sabab shu oshiq jin bo'lib qolishi mumkin. Oshiq jin. Bunga atayin sehr qilingan bo'lishi ham mumkin. Atayin shu tegmasin, o'zini tanish o'rtoqlari tomonidan, bo'lmasam ammasini qizini, xolasini qizini ko'ra olmaganidan, bu mendan birinchi tegib ketmasin, bo'lmasa men tegib chiqdim-u, men ajrashib ketdim, bu tegmasin. Qolib ketsin degan yomon niyatda sehr qilishi ham mumkin. Lekin sehr bilan oshiq jinni orasida ozgina farq bo'ladi. Buni qisqacha bir qilayotganda, oshiq jin agar u qiz tegadigan bo'lsa, jin azoblanadi. Nimaga? U ana shu paytgacha qizni agar ayol o'ziniki deb bilyapti-da, bu tegish kerak emas degan e'tiqodi bor. Tegish kerak emas, bu bitta meniki deydi. Deydi-da, sovchi keldi deylik. Sovchi kelganda sovchilarning ko'ziga ashi qizni yuzini xunuk qilib ko'rsatadi. Yuziga keladi-da, Allohning izni bilan shu yuzi qismiga keladi-da, shu sovchilarga qizni yuzini xunuk qilib ko'rsatadi. Jag'imsiz qilib ko'rsatadi-da, bir marta kelgan sovchi qaytib kelmaydi. Bu narsani ko'p eshitamiz. Onalari g'am qilib keladi. Qizim o'qimishli deydi, bo'lmasam dindor deydi. Bir marta endi ular ham shu qizimni o'rniga bersam, qizimni turmushga bersam degan g'am qilishadi. Bir marta kelgan sovchilar deydi, qaytib kelmaydi deydi. Bunga sabab ana shu odamda shu jin shu anaqalarni sovchilarning oldida yuzini xunuk qilib ko'rsatadi, kelgan sovchi qaytib kelmaydi. Shu bo'lishi mumkin. Uchrashuvda ham sovchilar keldi, kelishildi, hattoki bolaman qiz uchrashdi. Agar bu narsa qizda bo'ladigan bo'lsa, qizda oshiq jin bo'ladigan bo'lsa, albatta bolani ko'ziga xunuk qilib ko'rsatadi. Bo'lmasam bolaga bo'lmag'u shartlarni qo'yadi. Qilish mumkin emas bo'lmagan, qilsa qilish mumkin emas bo'lgan shartlarni qo'yadi. Ana qilasan, qisqasini bolani aynitish kerak. Shuni ashi o'zidan kelib chiqib, mana shu qizni shu narsaga jin gapirtiradi. Bo'lmasa jin ana shu mahalda shunaqa bir shu g'ashini keltiradi-da, qisqasi tegsa xuddiki hayot uzilib qolganday bo'ladi-da. Tegsa o'lib oladiganday sezim tuyuladi o'ziga. U hozir yaxshi yashayapti bitta o'zi. Tegadigan bo'lsa mashaqqat hayot qilib berdi. Mashaqqat qilib ko'rsatib berdi. Men tegadigan bo'lsam bo'ldi, men baxtsiz yashayman degan sezim bo'lib qoladi. Hali yerda nima qilib bo'lmasin tegish kerak emas. Bu endi haligi qizni o'zida bo'layotgan holat. Endi buni boshqa bir holati, hattoki qiz shu narsaga o'zi rozi bo'lib turgan bo'lsa ham turmushga chiqishlikka. Lekin jin hali yerda kelib shu yuziga turib sovchilarga xunuk ko'rsatib qo'yishi mumkin. Bu narsa bolada bo'lishi ham mumkin. Bolaga agar shu narsa agar oshiq jin bo'lsa yoki sehr o'xshash bir-biriga shunaqa bir uylanmasin degan niyati sehr qilingan bo'lsa, jin qilingan, shunaqa jin kirgizilgan bo'lsa, bog'langan bo'lsa, shu uchrashuvda masalan bolani xunuk bo'lmasam qizni ana shu mahalla boshini qisib, shunaqa bir ikkalasining orasida ajrim qiladi bu narsalar. U savolga javob, bu oshiq jin albatta
nikohdan to'sishi mumkin. Birinchi alomati. Shu kelayotgan sovchilar kelmay qo'yishligi. Endi bu bilan nima? Bu oshiqjin shunday qolib ketarmi degan savol bo'ladi. Yo'q, oshiqjin qolib ketmaydi. Inshaalloh Allohning bir oyati, oddiygina Allohning ishining bir sezim, ixlos bilan o'qilgan oyati qaysi bo'lsa da inshaalloh har qanday narsani inshaalloh botil qiladi. Alloh azza va jalla va yuhiqqullohul haqqo bi kalimatihi. Alloh taolo haqni o'zining kalomi bilan ro'yobga chiqaradi. Haqni o'zining kalomi bilan. Bu qilinayotgan, bu oshiq jinni qilayotgan ishi bu noto'g'ri, botil. Alloh taolo botilni yer bilan yakson qiladi. Yo'q qiladi inshaalloh. Bu degani o'sha o'zini qishlog'idagi, o'zini shaharidagi ruqiyachi mollalarga o'qilish kerak. Ruqiyachi mollalarga o'qilishligi bilan inshaalloh Allohning izni bilan ma'lum bir vaqtlarda bu narsa ketadi inshaalloh. Keyingi oshiq jinni alomati ko'p ehtilom bo'lishlik. Shirka qo'yishdik. Shirkalab shunday bir ko'p ehtilom bo'lishlik. Misol uchun ayol kishi erga tekkan ayol deylik. Bunga oshiq jin kirib oldi. Lekin to'palan qilib o'qilib bunaqa alomatlari yo'q. Buni tushida ham alomat bo'lishi mumkin. Tushida qanday? Agar iffatli, taqvoli shu kunduzida ham, uyqudan boshqa mahalda ham nomahram erkaklardan ko'zini tiyadigan ayol bo'ladigan bo'lsa, oshiq jinlar hilakor bo'ladi. Oshiq jinlar tushida o'zini erini kepatasida keladi. Erini suratda keladi. Kechqurun tushida erini suratda kelgandan keyin haligi ayol nima deydi? Bu meni erim ekan deydi. Bemalol asha er-xotinlik aloqalarini qilishlikka ayol kishi rozi bo'ladi. Mana shu holatda endi bu narsa to'g'ri. Kuyovni tushida ko'rishlik yomon narsa emas, ko'rsin. Masalan, ko'riladigan bo'lsa ham bu narsani agar tez ko'riladigan bo'lsa, misol kuyovi uyda. Rossiyada emas. Agar Rossiyada bo'lsa, safarda bo'lsa, sog'inganida masalan kuyovi tushiga kirishi mumkin. Endi o'zini uy oldida bo'lib turib, bitta uyda bo'lib turib, yana tushiga kiraveradigan bo'lsa, qanday tushunish mumkin bu narsani? U ayol iffatliligidan, taqvodorligidan jinlar asha ayolni o'zini chiqmoqchi bo'lgan jinlar kuyovning suratida keladi. Endi bu narsa erkak kishida bo'lishi mumkin. Uylangan erkak kishi deylik, unga agar oshiq jin kirib olgan bo'lsa, ayol kishida ayol jin kirgan, shunaqa ayoli bilan hattoki bir to'shada bo'lib turib, keyin ham ixtilom bo'lib qolishlik, bu albatta oshiq jinning alomati. Yoki tushida shunaqa yalang'och ayollarni ko'rishligi, bo'lmasam ayol kishilar yalang'och erkaklarni, zalshi yigitlarga o'zini qilmoqchi bo'lgan odamlarni ko'rishligi, bu shu jinning alomati. Keyin bu jinlar masalan bir ayol kishi aytadi, men tushimda erga tegibman deydi. Ko'p eshitamiz bu narsani. Tushda erga tegibman deydi. O'zi eri bor-da? Yo'q, o'zi eri bor. Endi eri yo'q deb ana qilaylik. Masalan, erga tegmagan qiz, bokira qiz tushida biroq erga tekkan. U bizi hayotimizda ahamiyatli emas. U erlik deb e'tibor qilinmaydi. Lekin jinlarda hayotida bu e'tiborli. U meni xotinim deb da'vo qilaveradi. Bu meni xotinim, chunki nimaga tushda to'y bo'lganda. U jinlarda hayotida bu e'tiborli, biz hayotimizda e'tiborsiz. Deydigan keyin hali yerda keyin o'qigandan keyin bu meni xotinim, bu meniki, mendan boshqasi tegmaydi deb shunaqa bir yomon gaplar gapirish mumkin. Bu oshiq jinning alomati. Oshiq jinning alomati shu. Ya'ni tushida ayol kishilar ko'plagan, hattoki o'zining kuyovini ham ko'rishdik. Payg'ambarimiz aytadi, kim tushida meni ko'rsa, u meni ko'ribdi deganda, jinlar bitta payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamda suratiga kira olmaydi. Boshqa bir bardini kiradi. Boshqa hammasiga kiradi. Kim dunyoda eng yaxshi odam bo'lmasin, payg'ambarimizdan boshqa. Misol, ashini tushidagi odam u odam emas-da. Payg'ambarimizni ko'rgan odam u payg'ambarimiz. Undan boshqasi u odam emas-da, u jin bo'ladi. Shuning uchun mana bu oshiq jinning alomatlari ko'p ehtilom bo'lishlik, erkak kishi bo'lsin yoki ayol kishi bo'lsin, hattoki tushida shunaqa holatlar bo'lishligi. Endi o'sha erkak kishi, ayol kishi turmush qurbosdan oldin bo'ydoq turib o'yla, shirka qo'ysa, daymalamda kunduz shirka bersa, o'shanda da alomati o'shanday bor deb bilsa bo'ladi-ku.
Bunda ixtilom bo'lishligida buni alomatini bir bor deb turib moldaga o'qilish kerak. Ruqiyachi o'qiydigan moldaga shu o'zini shaharida bo'lsin yoki boshqa yerda bo'lsin, shu moldaga o'qilish kerak. Inshaalloh agar shu narsa jin orqali bo'lishligi bu aniq bir narsa, lekin bo'lib ham tez va oshiq jin orqali bo'ladigan bo'lsa, albatta bu narsa ketadi inshaalloh. Allohning iznidan ketadi. Keyingi oshiq jinning alomati, misol bir odamga jin kirib oldi-yu, tepadagi aytgan holatimiz bo'lmashi mumkin. Birinchisini aytdik-ku, haligi sovchilarni qaytib kelish u bo'lmashi mumkin. Tushida ixtilom bo'lmashi ham mumkin. Ikkinchisi, yoki uchinchisi bu boshqa bir shunaqa jinlangan odamni jinni bilan o'xshash ham ketadi. Yotganda bir o'zi yotganda, xuddiki oldida bir odam yotganday bo'ladi. Yotibdi, xuddi oldida bir odam bordek turaveradi hali yerda. Bo'lmasam yotibdi-da, agar yonboshiga qaraydigan bo'lsa orqasiga, xuddi orqasida bir odam shunday bosaman deb turganday turibdi-da. Hatto eshikka chiqqanda shunday bir sezim bo'ladi, qo'rquv sezim bo'ladi, bir odam uni kuzatib yurganday bo'ladi. Bir xonada o'tirsa hattoki nafas tovushlarini ham eshitib oladi. Mana oshiq jinning alomati. Yolg'iz qolgan mahalda shunaqa bir qo'rquv sezim bo'lishligi. Endi bu masalan sehr jinni bo'lishi ham mumkin, qaslashgan jin bo'lishi ham mumkin. Ko'proq shunaqa yotoq masalasiga kelganda, yotganda, bo'lmasa bir o'zi qolib qolganda, shunaqa bir sezim, bir odam kuzatib turgandek sezim bo'lishligi bu oshiq jinning alomatlari hisoblanadi. Keyingisi oshiq hozir eningizga aytib turman qo'shimcha. Bizda bir ayol kishi so'rab berdilar-da. Men o'sha gede bir janimda bir quyrug'i bor bir janliqlardan yurganlarini ko'raman. Janimda yuraverishadi. Aylanib tegirenib, men janimdan ketmaydi deb aytganlarini ko'rganimda bir o'qamda. O'sha kommentariyaga yozganda. Ana o'shalardagi oshiq bo'lgan jinlar bo'lishi mumkinmi? Bular yani kuyrug'i bor holatda ko'rilganlarni ham eshitganmiz. Xuddi maymun sifatli. Bunaqalarni eshitganmiz, shtaqalar ko'rdim. Endi har xil suratga ko'rinishi mumkin bular. Kichkina odam suratida ko'rinishi mumkin yoki asha odam ko'rgan holatda ko'rinishi mumkin. Bularni yo'q, biz oshiq jin deb ayta olmaymiz. Bularni oshiq jin hozir bu odamdagi endi ashi o'zini oldida masalan o'ziga yetgan ziyonlar ko'zga ko'rinishi mumkin. Bo'lmasa uydagi holatlarmi yoki boshqa bir sabablarga ko'rami, biz bu odamdagi holatni bu oshiq jin ayta olmaymiz. Chunki bu oshiq jinda bo'lishligi uchun u odamda bir qattiq bir agar boshqa bir holatlarni ham aytsa, ashi jinlar aytib o'tilgan nimalar bor bo'lsa degan. Shular agar mana shu jinlarni undan boshqa qilayotgan ishlari ham aytiladigan bo'lsa, inakin shunga qarab bu odamga bir gapimiz aytsak bo'ladi inshaalloh. Lekin ash holatda ko'rishligi bu oshiq jinning alomati emas. Birilar demesin tavallu ile o'sha oshiq jin deb, belgisini tavallu oshiq jin deb aytish nima emas ekan. Bu to'g'ri emas. Bu hozir bu ko'rinishligi bu ko'rsa bu boshqa jinlar bo'lishi ham mumkin bu yerda. Masalan, xaslashgan, bo'lmasam atayin kirgizilgan jinmi, bo'lmasam uydagi ammor jinlar bo'lishi mumkin, lekin bu oshiq jin masalasidan uzoqroq. Oshiq jin bilan balolangan, oshiq jin bilan jinlagan erkak yoki ayol kishi ko'p uxlab qoladi. Ko'p uyquchi bo'lib qoladi. Chunki uxlagan mahalda jasad jinniki bo'ladi. Jin quchoqlab yotaveradi uni. Uxlagan mahalda jasad jinniki bo'ladi. Uyg'on mahalda u odam boshqa bir narsani alaqsib yuradi. Lekin jin u paytda jasadga egalik qila olmaydi. Uxlagan mahalda ko'p uxlab qolishi, yashi bizga o'qilgan kelgan odamlar ko'p uyqusidan shikoyat qiladi, hattoki men buni yaxshi ko'raman, bu meniki degan jinlardan shunaqa deb aytgan odamlardan so'raganimizni yoki o'zlari shikoyat qilishadi, ko'p uxlashligi haqida. Ko'p hattoki bomdod ham qazo qilib yuboradi. Futonda ham o'qimasdan uxlab yoki bir uxlagan bo'yicha uzoq vaqtlar uxlashligi. Endi bu boshqa bir jindan bo'lishi ham mumkin, lekin ko'pincha ko'p holatlarda mana shu oshiq jinning alomatlari deb mashlar sanaladi. Mana shu mahalda shu odam o'ziga terang bekam bo'lib, namozlarga yana ham mustahkam bo'lib,
Agar namoz bo'lsa, imkon qadar jamoatga harakat qilib, agar ayol kishi jo'liqsiz yurgan bo'lsa, jo'lig'ini o'rab, namozini o'qib, ilm oladigan yerlarga borib, savog'ini qilib, Allohdan qo'rqib, gunohlardan tiyilib, zikr chalib, bomdoddan keyin, asrdan keyin duolar o'qib yuradigan bo'lsa, inshaalloh albatta u odamlardan bu narsa ketadi. Inshaalloh ketadi. Ketmay qolgan odamlikni ko'rmadik. Alhamdulillah ketadi. Faqat bunga odam o'zi mustahkam ekan bo'lishi kerak har bir amallarga. Keyingi holatlari kam gap bo'lib qoladi. Ozroq so'ylab qoladi. Endi u degani ko'pchilikda orasidan tortilib qoladi. Chunki qo'shilgisi kelmaydi. Hattoki yolg'izlikni ham xohlaydi, gapirgisi kelmaydi. Chunki jin shunaqa bir e'tiqodda bo'ladiki, oshiq jin o'ta qizg'anchiq bo'lib ham hech kimga gapirish kerak emas ekanda. Masalan, bu bir odam suygan bo'lsa, otangga gapirma, enangga gapirma, akangga gapirma, ukangga gapirma, anaqa tiy solinmaydi-ku u narsadan. Lekin jinlar shu o'zini yaxshi ko'rganligini, kuchliligidan birovlar bilan gaplashishni ham to'sibadi ekan. Chekilib qoladi. Chaqirsa, masalan, ijobat qilmaydi. Buyurmayki boramiz desa bormaydi. Kelmayki desa kelmaydi. Nimaga? Ko'pchilik xohlamaydi. Shu yolg'iz bo'larsa, shular bilan gaplashmasa, shu odam boshqa odamlar bilan gaplashmay qolishligi ham aslida jinning alomati, lekin bo'lib hammani oshiq jinning alomatlaridan hisoblanadi ekan. Keyingisi bir o'zi uzoq vaqt bitta xonada yolg'iz qolishni xohlab qoladi. Shu odamlardan qo'shilmaydi. Shu oldingi alomatga o'xshaydi, odamlarga qo'shilmasdan bir o'zi bitta xonada yolg'iz qolsa, unga birov xalaqit qilmasa-da, mana shu hayot yaxshi unga. Yolg'iz yashashlik unga yaxshi. Albatta yolg'iz yashab, bunaqa o'zini odamlardan chetga tortayotgan odamlarga aytadigan narsamiz, bu o'zi asli shariatimizga qaytarilgan amallardan. Payg'ambarimiz yolg'iz safarga chiqmanglar dedi. Odam yolg'iz safarga chiqmasligi va bitta uyda odam yolg'iz o'zi o'tirmasligi. Chunki bir odam uyda yolg'iz o'zi qoladigan bo'lsa, jin shaytonlar uni oldiga kelib qattiq vasvasa qiladi. Qattiq vasvasa qilganda odam o'ta qattiq g'amga tushadi. G'amga tushgan mahalla keyin u odamga jin kiradigan o'rinlar ochilib ketadi. Yoki shu odamlardan shu oshiq jin uzib olsa-da bitta xonaga, olib kirib olsa. Bitta xonaga olib kirib olsa bo'ldi. Ashimma yeb, ashimma ichib, ashimma uxlab, ashi jin shunmay yura oladi. Buni nafsini endi jinga tashab qo'yishligi bu yaxshi emas. Odam o'zi kurashish kerak. Bu ichidagi narsa eng katta dushman. Ichiga kirib gunohlarga undayotgan, namozlardan to'sayotgan, agar eri bo'lsa eriga itoat qilishdan to'sayotgan narsa eng katta dushman. Bu dushmanma odam o'zi kurashmaguncha bu yoqdagi odamlar u ichidagi narsa bilan kurasha olmaydi. Endi bu narsani kurashi, u narsani yengadigan narsa faqat ruhiy ozuqa. Odam tug'ilganda ruh bilan tug'iladi. Agar odam tug'ilganda odamda ruh bo'lmaydigan bo'lsa, u o'lik tug'iladi. O'lik tug'ilganga janoza ham o'qilmaydi, ism ham qo'yilmaydi. Bizning ruhimizga o'qiladi janoza, bizning ruhimizga ism qo'yiladi. Endi bu jin kirgandan keyin jin odamning ruhiga ta'sir qiladi. Misol jin kirgan odam jinni kepatasiga tushib olmaydi. Julli jin deylik, jin kirgandan keyin odam jindor bo'lib ketmaydi. Agar it jin kirib oladigan bo'lsa, it turkumdagi jin, u odam it bo'lib qolmaydi. Agar uchib yuradigan jin kirib oladigan bo'lsa, u bandan uchib ketmaydi. Faqat odamning ruhiga ta'sir qiladi. Ta'sir qilganda ham odamning iymoniga qarab ta'sir qiladi. Agar iymoni, taqvosi baquvvat bo'ladigan bo'lsa, bu degani ruhiy ozuqa. Ruhning ozuqasi quvvatli, ruhi baquvvat bo'ladigan bo'lsa, inshaalloh u bandaga bu darajada qattiq bir ta'sir o'tkaza olmaydi. Agar ruhi zaif bo'ladigan bo'lsa, unda bu bandaga u kirgan jinlar xohlagan ishini qilishi mumkin. Misol bir odam o'zini badani, o'zini jasadini ko'targunchalik ovqat yeydi. Masalan, baquvvat odamlar ko'p ovqat yeydi. Bo'lmasa shu o'zining jasadiga qarab odam ovqat yeydi. Shuni singari bizning ruhimizda ham ozuqasi bor. Ruhimizni agar biz ozuqalantirib yuradigan bo'lsak, ruhimiz baquvvat bo'ladigan bo'lsa, inshaalloh bu narsalar bu darajada u odamga ta'sir qila olmaydi. Buni ozuqasi eng birinchi mana namoz. Eng birinchi namoz. Namozni o'z vaqtida o'qishligi,
Qur'oni Karim ko'p o'qishligi, o'qishni bilmasa ta'lim olishligi, bo'lmasam Qur'onni ko'p eshitishligi, ilm majlislari, madrasalar, o'quv dargohlari, masalan da'vatlar bo'ladi. Shunaqa holatlarda yaxshi bir ishlarda u odam ishtirok etishligi u odamning ruhini baquvvat bo'lishiga sababchi bo'ladi inshaalloh. Albatta internetdan qanchalarga mana ustozlar da'vatlari chiqyapti. Mana shular da'vatlarni eshitib qo'ymasdan eshitgan narsasi o'ziga ziyon qilish kerak emas. Amal qilsa inshaalloh odamning ruhi baquvvatlashaveradi. Keyin bu kirgan narsa ham Allohning izni bilan tavba qilib chiqib ketadi. Biz ba'zi bir anaqalarni mana eshitdim yaqinda, men bekar kiribman bu jasadga deyapti. Men bekar kiribman. Bu deydi, hali bu qori ekan bu deyapti. Qur'onni ko'p o'qiydi ekan deyapti-da. Men kuydirvordi bu deydi. Kuydirvordi, men bekar kiribman bu jasadga. Bo'ldi, tavba qildim, bu meni kuydirvordi deb, ashi bir kelganda boshda shu gapni aytdi, halejin boshlab qoldi. Allohning izniga yana keyin shu narsa shu odamdan chiqib ketdi. Shuni singari bu aytilayotgan narsalarda aytyapmiz, birinchidan jinda hech qanday kuch-quvvat yo'q, qudrat yo'q. Kuch-quvvat magaram Allohdan. Biz bu jin bilan oshiq jin bo'lsin, sehr bo'lsin yoki qaslashgan jin bo'lsin, mana shu jin bilan musibat ko'rayotgan bandalarga, odamlarga, bemorlarga aytadigan gapimiz bu kirgan jin odamni o'ldirib qo'ya olmaydi, inshaalloh. Kirgan jin odamni aqlini ozdirib qo'ya olmaydi. Kirgan jin odamni ajrashtirib olmaydi. Magaram Alloh taolo ikkita narsani bandasida ko'rishlik uchun mana jinga izn beradi ekan. Yerdan biron bir narsa ko'tarmaydi Allohning iznisiz. Biron bir parak tushmaydi Allohning iznisiz. Har bir narsa Allohning izni bilan bo'ladi. Bu jinlarda ham Robbisi Alloh. Jinlarning qilayotgan ishi ham Allohning izni bilan bo'ladi. Xuddiki bandani qilayotgan ishi Allohning izni bilan bo'lgan singari. Endi Alloh taolo bir bandaga shu bandaga kirishlik uchun izn beradi ekan ikkita sababmi? Birinchisi mana shu bandani Allohga bo'lgan iymonini ko'rishlik uchun Alloh taolo izn beradi ekan. Qani Allohdan deb bilamiz shuni? Yoki men nima gunoh ish qildim? Men nima qildim? Men bunda ko'p bo'ldi, meni bolam, uni bolasi manaqa yuribdi, meniki mahsa ko'p bo'ladi emas. Allohdan bu. Allohning o'zining qadari ekan. Allohdan bu deb bilishligi. Ikkinchisi mana shu musibatga bandani sabrini Alloh taolo ko'rishlik uchun musibat beradi ekan. Shu musibatga sabr qiladigan bo'lsa, Allohdan biladigan bo'lsa, inshaalloh u odam najotda. Inshaalloh. Agar bu kelgan musibatga sabrsizlik qiladigan bo'lsa, u musibatni sabrsizlik qilishligi bilan u musibat undan ketib ham qolmaydi. Balki ana shu sabrsizligi bilan u banda Allohning g'azabini sotib olgan bo'ladi. Sabr qiladigan bo'lsa, inshaalloh sabrning orqasida najot bor. Alloh taolo sabr qilguvchilar bilan birga va sabr qiladigan bo'lsa, mana uni orqasida najot va albatta mana shu najot bilan birga Allohning rozichiligini u banda sotib oladi inshaalloh. Sabr qilmasa-da neni o'zgartmoqlading? Albatta, sabr qilmasa nimani o'zgartdi? U anaqa o'zgartirish bo'ladi. Shuni sabr qilib qo'ydi o'zi. Chiroyli sabr qilib, sabablarga kirishib, mo'llarga o'qilib, mo'lla o'qilishdan oldin u odamda namoz bo'lish kerak. Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda mu'minlarga shifo qilib nozil qildi. Bu Allohning so'zi. Endi o'qilayotgan odamda iymon alomati bo'lish kerak. Bu o'qiyotgan mo'llada taqvo bo'lish kerak. Ustozlarimiz aytadi, mana shu so'zlar ko'p ustozlar aytadi. O'qilayotgan odamda taqvo bo'lsa, ayol kishi, masalan, jo'lig'i bor. Jo'lig'i yo'q ayollar o'qiladi. Unda iymon alomati yo'q. Alloh taolo biz Qur'onda mu'minalarga tushirdik shifo qilib desa, Allohning so'zi, unda iymon alomati qani? Qani ro'moli, qani jo'lig'i? Bu Qur'on qanday ta'sir qilsa unga? Bu mo'lda ta'sir qildirib qo'ya olmaydi unga. Hamma mo'lda Allohning Qur'onini o'qiydi. Bu Allohning o'zining fazli karomati. Endi shunda jo'liq bo'ladigan bo'lsa, eriga itoat qiladigan bir taqvoli ayol bo'ladigan bo'lsa, ina Qur'on shifo bo'ladi unga. Agar bir odam keladi namoz o'qimaydi. Bu namoz albatta uni mo'minligiga hujjat. Endi u namoz o'qimayotgan odamga Qur'on qanday qilib 100% ta'sir qilsin? Nurga javoshatdi, Albatta, nurga yopishadi. Qarang mana. Shuni singari
ba'zi ustozlarimiz aytadi, agar o'qiyotgan mo'ldada taqvo Alloh uchun o'qiyotsa, o'qilayotgan bemorda iymon alomatlari bo'ladigan bo'lsa, 3 kunda inshaalloh shifo topadi degan. Hozir qanchalik odamlar yillab yurishibdi. Oshiq jin bo'lsin yoki boshqasi bo'lsin. Alloh hammamizga hidoyat bersin, tavfiq bersin. Alloh taolo oshiq jin, undan boshqa mana ko'zga ko'rinmaydigan shu gunohlar sari undaydigan narsalardan Alloh taolo hammamizga o'zi ofiyat bersin, saqlasin va Alloh taolo mana shulardan saqlanishlikni qiladigan xatti harakatlarimizni Alloh taolo bizga ibodat qilib inshaalloh savoblarimizni ko'p qilib bersin.